Assalomu alaykum. Sementalchi ishqibozlari, aka-ukalar. Shu ekon molimiz sotuvga qo'yilyapti. Qiziqqanlar telefon raqamlarini qoldiramiz video oxirida. Mana bu katta semental gumon qochmagan qisirga hisoblayveramiz. Mana arqa boshlari eti baland, semiz, katta. Do'stim, bu qaysinisi bo'g'oz, qaysinisi qisir? Bu qisir. Unisi qisir ekan akalar. Bunisi 8-oyga o'tdi. 8-oyga o'tibdi. Suti bormi do'stim hozirgi kunda? Buni suti bor. 10 litrcha suti bor. 10 litr suti bor ekan. 8 oylikka o'tibdi bo'g'ozligi. Marmelat sort mol ekan. Tozoq urug'. Uruqqa qo'yilgan ekan bu. Semental toza uruqqa qo'yilgan ekan sun'iy. Bunisi nechinchi tug'ishiga do'stim bo'g'oz deyotganingiz? 3-siga. Bu 3-siga. Narigisini ishda tuqqandi? Bu 2-siga. 2-siga ekan. Mana bunisi. Mana arqa ketlari, mana yo'g'onliklari, mol o'ta sosteniyasi yaxshi, semiz holatda. Mana bo'g'ozni ham etiboshi, sosteniyasi hamma yo'g'i zo'r holatda. 100 ga 100 marmelat sortidan mana. Buni ham bellari tuxum bo'lib yotibdi. Mana yelinlari, yuvoshlilari qanday do'stim? Qo'l apparatga. Yo'q, mana bo'g'ozingiz. Qo'l apparatga Hamma apparat qo'l sovoradi mana. Yuvoshlilari hammasi to'rtta so'skasi, putulligi hamma yo'g'iga javob deyapti. Mana sutlar chiqib turibdi. Qo'l apparat tanlamas ekan. Mana bunisi ham yuvosh. Mana undan ham sut chiqib turibdi. Hozirgi kunda u sutdan chiqarilyapti, do'stim. Chiqaraman deyman. Mana sutdan chiqayotgan holat ekan endi akalar. Borib mol qilaman, novosga o'zim qo'yib qochirib olaman degan odam bo'lsa, qo'ysalaringiz mana chiroyli mol. Ikkita tuqqan, 3-siga qochirib olasizlar. Bunisi 3-siga bo'g'oz ekan akalar. Marmelat sort akalar. Mana ekon molimiz ham holatlari, oyoqlari mana sog'ligiga hamma yo'g'i mana shu joyda mana shu mollar sotuvga qo'yildi. Manzilimiz Andijon viloyat, Marhamat tuman, Ilich idora. Ilichda idorasidan Buloq ko'chadan video chiqaryapmiz. Do'stim uyidan. Do'stim, bularga endi telefon raqam qo'ysangiz 93lik 413 413 23 73. 23 Yana bormi telefon nomer? Yo'q, ashu hozir. Xo'p, shu bitta raqamda telefon qilaverasizlar, qiziqqanlar gaplashaverasizlar. Mollar yeb ichishi 100% javob. Holatlari, sosteniyalari zo'r, marmelat sortida sut yo'nalishli mollari mana. Semizliklari, mollar o'ta sosteniyasi zo'r holatda mana. Semiz, katta mollar. Mana mol balandligi mana. Meni bo'yimdan ham baland turibdi mollar. Mana ko'raverasizlar. 800 kiloga boradi, bittasi 900 kilodan o'tadi. Bunisi 800 kilo atrofida, bunisi 900 kilodan baland veslari mana. Katta mollar. Kelib yana yonida ko'rsalaringiz, o'zlaringiz qiziqib qolasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.